Seni kimliging meni zarracha qiziqtirmaydi. Ya'ni sen doktor bo'lasanmi, millat vakili bo'lasanmi, hokim bo'lasanmi, yaxshi bir yerning maqomli biri bo'lasanmi, agarda inson bo'lishni uddalay olmagan bo'lsang, butun bu maqomlaring, mansablaring va shuhratlaringni yeri meni oyog'im ostida. Hammasi. Shuning uchun o'zingni bozorga solishning nimasi yo'q, foydasi yo'q. Qarang, ba'zida hazar qilaman ayrim insonlarni ko'rib. O'tirib olib biri uyini maqtaydi, biri mashinasini maqtaydi, biri oilasini, biri ishini, biri maqomini. Ko'pi esa puli bilan maqtanadi. O'zini bozorda reklama qilgan. Bir yerda o'tirasan, biri luks mashinadan tushadilar. Qo'ltig'ida bir kashlokni qisib olib keldilar. O'tirgan joylarda ikkita telefon ustma-ust, yonida esa bir quti sigaret. Pastiga kiyib olgan shimni shim deyish uchun esa mingta guvoh kerak. Bushga esa maqtanishni boshladilar. Ey, kechirasan-u, insoniyliging yo'q bo'lsa, hayvon ham sendan ancha qadrli, sendan ko'ra ancha qobiliyatli va ancha fazilatli. Bugun bitta ari qila olgan ishni qaysi bilim insoni qila olyapti? Ari ishlab chiqarayotgan bir tomchi asalni kim ishlab chiqara olyapti? Bir inak bergan sutni qaysi zallog ishlab chiqara olyapti? Hech kim qila olmaydi. Ammo inak va ari shu qadar qobiliyatli ekan, yana biz ularni yerga uramiz. Shuning uchun birining mansab sohibiligi, imkon sohibiligi va shuhrat sohibiligi uning insoniylikda aslo takammul etganligini bildirmaydi. Insoniylikda takammul etganligini bildiradigan bitta narsa, butun bu qo'lidagilarni Alloh bilan bog'lay olayaptimi? Allohga qullik qanday? Allohga qullikning ichi qanday? İnsonlar bilan so'zlashuvda kamtarlikka e'tibor berayaptimi? Shularga qarang. Afsuski bizning hozirgi jamiyatda darajalar va unvonlarga qarab yig'ilishni yaxshi ko'rishadi. Afsuski bu eng katta xato. Modomiki bir unvon atrofida yig'ilish kerak bo'lsa, Alloh bergan unvonga qarab, Janobi Haqning unvoniga qarab yig'ilish kerak. Bu koinotda ham o'tadigan unvon.